Samarqandda katta dabdabali to'y o'tkazish urfga aylanib bormoqda. Bu esa milliy qadriyatlarimizga zid hamda me'yoridan ortiq isrofgarchilik, oilalardagi qiyinchiliklarga olib kelmoqda. Bizga dabdabali to'y kerakmi? Samarqand to'ylari milliy an'analarimizdan biri hisoblanadi. Samarqandda to'ylar odatda katta va dabdabali tarzda o'tkaziladi. Lekin bu katta isrofgarchiliklarga sabab bo'lmoqda. To'ylarga sarflagan pullarimizni farzandlarimiz kelajagi uchun, ularning bilim olishi uchun sarflaganimiz ma'qul deb hisoblayman. Men uchun to'y samimiylik va mehr-muhabbatdir. Kimga kerak dabdabali o'yin kulgu? Men ixcham va yorqin to'yni afzal bilaman. Ixcham va oddiy to'y. Bu Samarqand yoshlariga yarashadi. Qolgan mablag'ni ta'lim yoki biznesga sarflash kerak. Mening davrimda to'ylar oddiy bo'lardi, lekin totli. Hozirgi vaqtlarda to'ylar dabdabali, lekin o'ylovli. Baxt dabdabada emas. Dabdabali to'ylar avvalambor oilani, qolaversa jamiyatni tanazzulga olib keladi. Bizga dabdabali to'y kerakmi yoki samimiy, ixcham? Tanlov sizning qo'lingizda. Isrofgarchilikka yo'l qo'ymang.